dal biz chorvachi millatlar tarixda uning qimmat qarashi faqat hozirgidek neft yoki energiya talab qilib gaz bu narsalarni o'ylamaydi. Faqat yop-yeshil yayloqlar, pokiz suvlar, muhiti keng, ozodi zamin bo'lsa, talashadigan narsami shu? Qimmat qarashi shu. Agar qayerda yeshil bo'lsa, o'zining topgan taganlarini tashlab qo'yib shu yeshil yerlarga ketadi. Suvni bo'ylashib, yeshillikni bo'ylashib, qiyinchilikni amal bor yiroq turib qiladi. Ular moyada bu yil masalanga nurg'un ofatlar tufaylidan o'tlar yaxshi o'smidi degan bo'lsa, ma'lum yerdan qashqaylab, suvni ma'lum yerdan olib kelib, bu yerga o'tni terib, bu o't orqali qo'yni mundaq boqay degan u ong yo'q ekan. Endi masalanga otlarimizni minib olib masalanga saf havolardan nafas qilib, yaxshi qo'ylarimiz samirganda uni o'ltirib yeyapti. Mushunda amal va jafo xolamay tirishadigan, jafo xolamaydigan, yashaydigan bu ruh bo'g'ashqa dal hozirgi davrdagi insoniyat jamiyat, shaharlashgan jamiyat bilan bu ikkisining o'tirisida nurg'un farq bo'lib qolgan. Dal shu farqqa biz shaharlashgan bo'ladi ekanmiz, cho'qim unga tushib, uning zanjiriga minib turib yashashimiz kerak. Biz odatda ko'raman bizning shaharda mana hech qaysimiz bir-birimizga yo'l bergimiz yo'q. Mashinalardami? Men Yaponiyada bo'lsa kimga ishlik yo'l berib olaman deb turib, amal va bir rahmatni yevasam deb saqlab berib qiynalib ketgan vaqtimiz bor. Bu nereden kelgan desa, atning besh patqa yerda mangay bergandikin bikishni yo'l berishning hojati yo'qmikin deb o'ylayman. Ammo bu shaharga biz markazlashib, shaharda buningdan yashab turishimiz deyotganmiz, dal shaharning qonuniyatiga uyg'un kelgan holatda yashamasak bo'lmaydi ekan. Qizil chiroqda to'xtab, ko'k chiroqda yo'l bermasak bo'lmaydi ekan. Demak, mushundaq nuqtalardan elib aytganda, bu chorvachilik millatda biroz amgakdan qochgan. Masalanga men anglab o'tdim, ko'rmadim. O'rta Osiyodagi bir qancha qarindosh millatlarimiz o'zlari ayrim davlat bo'lgandikin ta hozir kelishlik ruslarni vaqt qo'yib qo'ygan bir tal xish hozirgacha bir tal xish betdi. Kran tepida turgan bo'lsa, kran betdi degan gaplarni angladim. Bu ham rasmiy yolg'on o'qimayman, lekin bu gaplardimmi shu uni yana to'xtab ma'ni bunda qilvatayli u balki hojatmi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Demak, mushu nuqtada biroz birda ojizlik bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deb buni o'ylab yotdim. Ikkinchidan, yana biz shunday qarasak, biz ujma yoki urib yoki qanday bir-birini yesak, tanlab yeymiz-da. Oldinda yemay, amal bor tanlab yeb, anga dast yishim qolmaydi. Baribir yeb tugatdik uni. Ashyadimi bizning amal va chiroylikni, amal va ovdanni tanlab. Dal bu erkin havoda, kangri muhitda hech bir qonun tuzumsiz bog'lanishlik mushundaq yashaganlik tufaylidan men hozir deb o'tgandikidek tanlash, yaxshini boshqa qo'yish, qiyinchilikni boshqa ishtirib qo'yish, shuningdek ruhlarni shakllantirib qo'yishni biz hargiz nima qilmaymiz. Qimmat qarashimizdami shu? Masalanga men oddiy bir nuqtani bir qatim bir epizod ko'rdim. Ana Abdulla Abdurim va boshqalarning o'ynagan epizod ekan. Bu epizodda ham shunday kitob sotadigan epizod bor. Kitob setib, o'tasi shu kayniga qarab, bu go'shti qimmat kitobdan bu. Desa bütün xalq kulib ketadi. Bu yerda nemishga kulib ketadi u xalq. Asli o'zining qalbining, yuragining bir yerlarida shunday tasdiq etib qolganlik uchun kuladi. Bizning bu yerdagi qimmat qarashimiz go'shtni eng yuqori o'rin qo'yganlik. Demak, chorvachi millatda yana bu go'sht degan muhim o'rin. Hamda men bu gaplarni so'zlashimdagi sabab oddiy bir gapga yig'inchoqlasa, biz zamonaviylashgan, shaharlashgan hayotimizga kirib ekanmiz. Shu chorvachilik ruhimizdagi ma'lum bir qoldiq niyatlarni supurib tashlashning zarurligini men azroq his qilyapman. Ikkinchidan, bizningki bütün o'quvchilarimizni bayatın degandagidek biz ilg'or g'oyalar bilan oliy maktablarga yo'lladik. Ular necha yillardan shakllangan faqat universitet turib kelsa, ma'lum idora organda ishlaydigan. O shu 11-sinfda bergan imtihonimizdan o'tibli ketsa bo'ldi. U mangu beqaraman bir yaxshi bayashat bir dunyoga chiqadi. Shu iroda bo'lganlik uchun o'quvchilarimiz keladi,
kelib, o yumshoq yerlarni ilg'ib oladigan. Qattiqlik qilmaydigan. Masalan deylar, bir o'rin bor, faloni bir idoraning bir yerda bir nima. Desa, ming odam tizimlatadi ekan, masalanga. O'zim to'xtabdi. Qo'ng'izga yerda ketib qolgan. Chimiylarga kim xizmat berib o'tirgan? Ben uni birini dastib olsam, mijilib o'lib ketadigan narsalar. Men bir odam, inson bilan bu dunyoga yorilib ekanman, o'zimga xos bir yo'lni tepib, menga bir yo'l menga chiqa degan nuqtai nazardan o'ylanib, g'ayrat qilish ideyasi yo'q. Boshqalardan tamak qiladigan ideya shaklini topgan. Shuning bilan u o'quvchilarimiz maktabga borgandan keyinmi, qanday yaxshi o'qimaydi. Men ingliz tili o'qiyotgan vaqtlarimda kunda attigini men shu cho'ng zallarga kirib takrorlayman. Shundoq atrofimga qarasam, mendan bilak bizning xalqimizdan ya bir ya ikki odam bor. Qolgani hammasidan boshqa. Ular shu darajada tirishdi. Ham bizning oyatdagi tirishmasligimizga sabab, ya'ni ba'zi amillar qilish mumkin. Unimi desa, men bu universitetni bitirdim. Bitirgandakilar chiqsam, Ürümçide qalaman. Ya akam bor, ya atam bor yoki ma'lum pulim bor, bir yerlarga ishlatish orqali qilaman. U qolmasimi baribir atamning uyi bor. O'zimning yezamga, o'zimning mallasiga kelsam, meni atam to'qma haydayotmaydi degan hamoqat qattiq xiyollar bizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q, men bu universitetga keldim. Men mushu zaminda tug'ildim, cho'ng bo'ldim. Mushu zaminning ma'lum bir ishga, ma'lum bir nuqtasiga meni cho'qim to'rtdan bo'lib yashaydi degan kaskin iroda bo'lmaganlik tufaylidan u yerda o'qimaydi. U nimaga o'xshaydi desa, 4 yil, 5 yil, 6 yil kesilgan jinoyatchilar. Muddati 4 yillik, 6 yil. Faqat shu 6 yil, 4 yil to'sili bo'ladi degan haqiqat oddiy xiyol bizga singib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan u yerdan o'qishib turib chiqsakmi, bizda amaliy ishlatadigan, amaliy bilim bo'lmagandan keyin biz jamiyatning qanday bir nuqtasida kiray desak, u yerda biz davolg'ish, nima ish qilishni bilamiz. Kasbning eti intayin ulug'. Falani bir ishni avtomatlashtirish. Shunday ilg'or kasblarimiz bor. Unda o'qigan vaqtda men bir qancha qitim shirkatga odam taklif qilish e'loni berdim. Men oldimga keldi. Nima ish qila olasiz desam, shu deb turdi. Men hukumat emas. Oyda tumur daftardan chiqarib beradigan pul yo'q. Men topmasam bo'lmaydi, sizga bermasam bo'lmaydi. Siz shuning uchun menga ishlab bermasangiz bo'lmaydi. Desem ularning hammasining istagani nima desa, men jozamni bersam bo'ladi deb ular. Pakiz yaqinlik ko'ynaklar bilan attigini to'qib qilib altida ketib deganda mundaq ishlasa ish bo'ladi ekan ularning kallasi. Undaqda hammamiz shu ishni qilib olsak, dal shu jamiyatdagi shu idora organlarining xizmati muhim. Biz unimi qilmasak bo'lmaydi. Ammo bir o'rin desa 1000 odam berib bo'ladi, ammo boshqa shirkat, boshqa xizmat desa odam yo'q. Yoki bo'lmasa, men 5000 so'm ish haqi berib, oyda ishlab bering desam, bu yana menga ishonmaydi. Qanday deganda, ya, bunga kirsam, o'rilib ketib qolsa, o'g'ini mullaq etib ketib qolsa, men qanday uni ko'ra hukumatning bir yerga ilinib olsam, o'lab ketkichi men bir yaxshi bir yerga kirib olaman emasmi? O'lab ketgandan keyin 5-10-15 oyligimni beradi emasmi? Bu nima degan go'zal makon. Bu hamoqatli ruh bizni nihoyatda istatgan. Qarab boqaylar. Nüfus kundan kunga aynib ketib boryapti. Bundaq sharoit ostida bizmi futbolimiz, ya'ni bizga ato qilgan ko'z put bizda g'uch boylik bor. Mishada deb boqay. Quloqingizdan birini kesib bering, 1 million beray desam kim quloqni chiqara oladi? O quloqmida kesib bersangmi bo'ladi-ku 1 million uchun. Shu darajada boylik bor. O'zinglar eshitib qolgan. Biz ana ashundaq boylik bo'lgan narsa, ya'ni biz amal qiladigan. Bu nereden? Endi men bununla yine kalla qatladım. Bizim bütün cemiyetimizge nazar salsak, biz kichikligidan o'quvchilarimizni yoki bola vaqtimizni tarbiyalashda nurg'un ingichkilik halqalarga biz diqqat qilmaganligimizni kelgan. Ya'ni nazar salaylar. Bir kichik bola deb yig'lasa, yantiqli ishni kamchilik qilib o'ylamaqsa qirlar. U bola deb yig'laganmi? Uning yoki susab qolgan bo'lishi mumkin, yo qo'siqqa og'rib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki ma'lum bir narsani u tili bo'lmag'achqa yig'lash orqali bizga davasa, yanchiqdan kam chiqarib, ana go'llab o'tamiz.
Demek biz bala vaqılarımızla kichikidilla gol bo'ladiganqa, boshqa bir kuchdan shunday kampitga o'xshash manfaat oladiganqa intiladigan tamag'or qilib tarbiyalashga yo'l hozirlab beryapmiz. Yana birisi diqqat qilaylar. Qaysimizning ota-onasi kichik vaqtimizda jafotat balam deydi. Hammamiz shunday deymiz-ku. Balam, amal va jafotat ketmayra, ish qilgunchimi? Jafotatmay qarab bir ish yashagan balam. Biz kimlarning avlodlari? Biz kimning bala vaqilari? Sen uncha jafotat ketmasangmi, mening topganlarim sana yeyishga yetadi. Yoki bo'lmasa mana mushundaq bizning tarbiyalarimizmi? Yana jafo. Men de bo'lsam o'ylayman-da, bu rost otam jenida menga berayotgan buyruq jafo tatma. Jafodan neri turdi bu dedi. Unda bo'lganda bu haqiqatan yomon bir ish o'xshaydi. Mehnat ishlardan ijro qiladigan. Jamiyatga nazar soladi. Hammamiz anadan shundaq yaxshi tug'ilgan birdan-bir aziz qarindoshlardirmiz. Chuqur bu jamiyatni tartib menish uchun kul oladigan, yer supuradigandan tartib aeroplan haydanganchilik hammasi ish sifatida maydonga kelsa jamiyat bo'ladi. Biz hayotni ujmi yegandikdek, g'o'ri yegandikdek, butun turmush holatimizga qadar eng yaxshisini tanlab olish. Nachirini qilmaslik. Mas'uliyatsizlik qilib tashlab ketib qelish. Jafoni yengish arzusi ojiz bo'lib qolish. Bu sabablar dal bizning umumiy ideologiya soyimizga va jamiyat holatimizga kichikimizda bizning oilaviy tarbiyalarimizdan tortib bizga asta-asta singib kelgan. Hozir hammamizda ancha-munchadan pul bo'ldi. Eid bayramlarga qarab boqaylar. Bu vaqtlarda nima ish bo'ladi desanglar, pul almashtirmoqlab ketibdi. Men achamning ballarga versam, acham mening ballarimga beradi ekan. Shuning bilan bu yil oldin qilamda Qurban hayitda mening qizim menga deydi: "Atoy, siz menga pul bermadingiz-ku texe?" dedi-da. Voy, deb men o'ylanib turib qolmasam. U qizim 400 bo'ldi, 500 bo'ldi deb oqshom uyda sanab o'tiribdi. Mana bu shu vaqtdan tartiblar shu akalarim bas bo'ladi. Ocham bas bo'ladi. Otam bas bo'ladi. Bunda emas. Men yapınlıqlarni ko'rgandan keyin bu narsani asta-asta tafakkur qilishga o'ylanishga keldi. Yapınlıqlar 18 yoshga kelgichilik ota-onasi bo'ldi. Bu haqiqat insondagi bir majburiyatdan. Hatto uningdan burroqmi chiqib ketadiganlar bek. Shu chiqqan vaqtda men dunyoga hamda otamdan, akamdan, ochamdan, uningdan hech kimdan umid qilmayman. Faqat dunyoga mendek holat bilan menib turib, futbolan va boshqa jihatlarim hammasini saqlagandan keyin hayrat qilib dunyoga ko'p qo'shish, jafo tortish, bu mening hayotim deb biladi ekan. Demek biz bir qancha sabablarni men ko'rsatib o'tdim. Yana so'zlab o'tsak, to'la bunda jarayonlar. Bu qog'inni o'zinglar boshqa so'rinlarda, boshqa chaqlarda asta-asta o'ylanib, hamda xo'sh, bizda shunday taraflarmi bor ekan. Ammo bu bakida qarab tursak, yana bugun ertaga shunday so'zlab ketaveradi. Biz qanday qilishimiz kerak? Dal men deb o'tganga o'xshash ingichka masalalarga qadar hammasini supurib tashlab faqat va faqat jafoni sharaf deb bilib, bolalarımizga tarbiya qilganda jafo tortib, jafo sen tatmasang bo'lmaydi. Ashni sen qilishing kerak deb. Mushundaq tarbiyalar qilsak, bu bolalarimiz haqiqatan jafo tortib kichikdan cho'ng bo'lsa, chuqum kelajakda menimcha ajoyib odamlar bo'lib chiqadi. Men tunugun konsul ko'chisida bir oshxonada tamoq yeb o'tirsam, bir bola kirib bizamga kirib oldi-da. Qog'oz yeb qo'ying aka. Qog'oz yeb qo'ying deb Tam kaç pul yok de desem, bana pekaz ettim, lazım yok desem. Bu bala bana ya açıklamadı. Şundak külüp, şundak mulayim bilen sığdap gibi oturdu da. Ben bu ticaret sahasında tuğandıkken anın hareketiga ben ait kızık söz dedim de. Yok desem hiç bolmagandıkken anda olsun ben birisi kança etsem, birisi 2 yerin, ama 3. İkisi 5 deydi de. Oturusda fark taktikte de çak kılsam, tüm koyun arkada hiç bolmadı. Şunu olan Recep yaman iktidar var ki manında. Hiç hicil buluşmu yok üniversitelerni tutugenler yoksa. Hiç nemi yoktur, bana şunca sözlesem apırıp sığdap gibi dedi. Ben senin emlikini hürmetleşip üstüm, alay bu kağızı. Dep, ben 100 son var idi. Ben rastlap kaç pul yoktu şu onu başta alaysam. 100 sonu çıkarsam, şunda qarab ettiler. Aka ben kaçlap bile ya, depli kokusunu bana tutuzup koyup çıkıp ket taşkında. Aldım da işkilen tamak yapıp otururken, o nemi deydi olsa.
Ey aka, aldab aqış ketdin. Degandiki men turib dedim, aldab aqış kesma va fokusini men qo'yib qo'ydi, so'nggi ishlar azroq qog'oz aka, bu qog'oz birisi bir qo'y. Oy, 100 qo'y yaramasmikin deb menga deyotdi-da. Men yana dedim. Ya, aşbalanınki men aşu iqtidariga so'yindim. Mayli 100 qo'yni akasimo bo'ladi. Deb tursam poloni yeb oxirlarga kirmadi-da. Eymiş aldımdaki ishki adamning oldida jil bo'lmasam bo'ladi. Men o'zimni eng zirak deb biladigan odamni kichik bir bola mushundaq joylab ketib qolsa bu yaxshi bo'lmaydi. Degandekdek o'ylanib asta qilib tursam, bir vaqtda elaki bola yugurib kirib, menga pulni sundu. Qarab, sanab ketib qolsam, aka, men qog'ozning pulini tutib oldim jimo deydi. Balaning yomonligi yana bir qo'l qo'ydim. Nima deganda? U 5 so'mni tutib olibdi u. Menga pulning hammasini 100 ni parchalab akagan bo'lsa, men cho'qim iyada birini olay deyishim mumkin-da. Onimi menga so'zlatmaslik uchun 5 ni tutib turib, 95 ni berib turib, 2 ni birla setib men shuni bilan buni mayuslanib, asta o'tirib mangda hech ayrilg'im kelmay chaqirib keldim. Chaqirib kelib, "Sen Qashqadimmi?" deb so'radim-da. Men bu Qashqada mushta savdoga kichik bolalarni tatib o'g'itdi dedim. Degandekin, "Yo'q, men Xotandan" dedi. Ham ashkipiga asosan burun Qashqa atushda aytib, hozir hozirgi men so'zlab o'tgan leksiyaning umumiy mazmunini xotanliklar ijro qilib o'tdi. Shu sababdan hozir atush Qashqa emas, Xotan gullanib ketib berdi. Mana, abala xotanlikdan u shuni bilan men uni chaqirib dedim. Hamda sen necha vaqtdan do'qmishda oyoq mayli aytding. Ammo qog'ozga o'tibsan. Sen hamda menimcha kitobga o'tgan. Kitob ko'tarib kelsan, o'sha yeshingda do'konlarga cho'qim haqlar sendan so'yinib oladi. Aka, menmi o'qigandim, siz qanday ko'rasiz desang, cho'qim sen tag'irib kitob olamni deb chaqchaqlab, "Sen ishlaymı ya, shirkatimga kelamsan?" desam, ko'zimga qaraydi. Shuni bilan hammasi sana deydigan gapim, men mashina haydayotgan yo'lning o'rtasiga kirib, qog'oz sotmadim. Boshqa yerlarda qilsang bo'ladi, yo'lning o'rtasiga kirib olma dedim. Endi u mening bir tarbiyam bo'lib qolsin. Chunki mashina qilganda bu hayotini yo'da xatar o'tkazib turgan o'ziga axloqsizlik qiladi. Demak, mana shunda jafo degan bu ruhni biz shakllantirdik. Aynan ashu boladagidek jafo tahdidgan bir qahramonlik ruhini tikladikmi? Tiklagandan biz hayotning iqtisodning umumiy yo'lishini qaraganda biz jamiyatga nazar tashlaymiz. Bütün xalqimizning turmush urf-va odatlariga buning pushqoqligichilik tafakkur qilamiz, nazar tashlaymiz. Jamiyatga, davlat ichiga, dunyoga nazar tashlaymiz. Hozir texnik qulaylik. Nazar doiramiz tiq bo'lmasa, internetga kirib dunyoni tekshirsak bo'ladi. Mushundaq nurg'un tekshirishlar orqali nimani bayqaymiz deganda, xalq ichidagi qiyinchilikni bayqaymiz. Jamiyatdagi qiyinchilikni bayqaymiz. Dal jamiyatdagi ehtiyojni bayqaymiz. Hammamiz qalasak, ma'lum bir ishlarni qilyapmiz. Biz bo'lmasakmi, dunyo mushundaq chaqisga cho'rilib kelyapgan bugun qadar. Chiqibli men bir ish qilatdim deganga, shartli bir narsa bizga to'xtab turmaydi. Biz buning uchun nurg'un tekshirish elib bordik. Bu tekshirishni nimaga elib boramiz deganda, xalq, insonlar, jamiyat va dunyo nimada qiynalib qilib boradi deganni izlaymiz. Dal men jafo tahdidganga va'da qildim. Jafodan qo'rqmayman. Dal ashu qiyinchilikni mayyanman maydonga tushib. Meni yengishim kerak. Men shu ehtiyojni qondirishim kerak degan umidlar bilan biz nazar solsak, cho'qim jamiyatda nurg'un ehtiyoj bor. Men hozir mishada turib so'zlab desammi, bir qancha ehtiyojlarni men o'tirib qo'ya olmayman. Men o'zim bir yolg'iz odam bo'lgani uchun hammasiga yetish qilolmadim. Lekin ko'zimda shundaq ehtiyojlarni ketib berib, mengib berib bayqab turman. Mushundaq qilish kerak. Mushundaq bo'lsa bo'ladi. Degan shu ehtiyojlar bor. Sizmi, bizmi shu nuqtadan nazardan chiqishimiz kerak. Endi bu ko'p ko'dik masalanga. Jiq izdandik. Qarasak, hammish bizga qilib qo'ygandek ko'rinib turib oladi. Qalaga chiqib qarasam, raq setib qo'ysam, raqchimi raq setib atgan. Menikini olmasmikin? Falani yerga navoiyxona ochaysam, u navoiyxonani eshitib qopti. Men olsam olmasmikin? Falani yerga bir ish qilay, yoki uni qilaysam, haq qilyapti, men qilmasmikin?
Demek biz bayqayanmagandikin bütün işler bizge bo'lgandikdek. Dunyoda ish qilmay biz quruq bir hech nimaga qarg ekanmaslikdek turib qolishimiz mumkin. Bayaqlagan biz bayliq, g'uch kuch. Bu kuchni amaliyotga aylantirib bayqasaqlar biz egilik yaratishga ko'zimiz yetadi. Demak, dal shu jamiyatdagi ziddiyat yoki shu qiyinchilikni yengish, qiyinchilikni qilib berish, shu narsani o'tkazib o'tish badaliga biz ma'lum bir ishqa shartni ega bo'lamiz. Ya, endi qat'iy men bayqay olmadim. Mening qudratim bayqashga yetmadi. Bütün dünyanın işleri qıpıl alınıptı azal. Dep qilib qalsa, yana bir yo'l boshqalarning qilgan ishlarini kuzataylar. Boshqalar qilayotgandek ma'lum bir ishni qilsaqmi bo'ladi. Ammo do'rmanchilik qilish bo'lmaydi. Ma kofeni shundoq akaptikan, buni ichib baqsam bu bir insonga estetik lazzat tuyg'u bermaydi. Men kofe qilib, ishkan hamon xalqlarni suyundirib o'tirgan kofe qilay unda bo'lsa. Deb boshqalardan chuqum oshquz o'taman. Adam kofeni yo'malaq qilgan men 4 jas botilga turib akib baqay. Falani odam tarixdan beri nonni yo'malaq yeyib ketibdi, men 4 jas yeyib bir qilib baqay. Degandikidek qilinayotgan ishni ayni doğrup boshqalarga changal selish emas, shu ishni uningdan oshirib o'tish, ma'lum uningga nurg'un zibu-zinnatni qo'shash orqali jamiyat qilsa, bu jamiyat o'zliksiz bir qadam ustiga bir qadam chiqib taraqqiyot paydo bo'ladi. Bu mu bir xizmat. Shiyadinmi bir egilik unib chiqadi. Hamda bu dunyo sizlar biz bugungi davrda nafasini shunday yashayapmiz. Bu dunyo hammamizdan qoladi bir kun. Shundaqmi? Bizning oldimizdagi saltanat surayotgan insonlardanmi bizga bir kun keladi. Shuningga o'xshash biz umidvor bo'lib, kichikdan boshlab shunday qilmasak bir kun bizga tushadi. Masalan hamda biz shaylarga shunday nazar solgan vaqtimizda qandaqdir uning buyuk holatida nazar solmaymiz. O'zimizning iqtidoriga, o'zimizning amaliyotga mas kelgan holatda jamiyatdagi shaylarga ehtiyojga nazar solamiz. Shunday qarab, Dönkörekning akallasining Qramburg binosiga qarab, bu cho'qimish binoni sepib qarasak bu binoni salonmaydigandek. Mishada o'taqalig'i shunday bir qarasak bu binoni salonmaydigandek ko'rdimiz bu hozir. Ammo mashinada mangsak hozir hammamiz Lexus, Boma, BMW, Benz mashinalarini haydab ketib ko'ryapmiz. Buni biz tashqi qiyofatan qarasak qilolmaydigandek ko'ryapmiz. Ammo haqiqatan u mashinani mashina petib ko'rsangiz, binoni bino petib ko'rsangiz, uni unda qilg'ilmaydi. Uni qilgan odammi, unda qilmagan uni. Ammo mashinani oldimda ko'rib turib, men uni parchalayotaman. Bir tal burama, bir tal aynak, bir tal parts yana bo'lak qismiga. Shundala agar bir tal burama yasab baqaydigan bo'lsam, men yasay olmayman. Cho'qim yasay olmayman buramani. Mashin yasamayman. Men Yaponiyada Toyota shirkatini ko'zdan kechirdim. Bu Toyota degan odamning ismi bo'la, bu odamni nima desa, 1900-yilda bu tümüç ekan bu odam. Bizda mi batqo shunday tümüçilerimiz. Bu tümüçi odam bu jamiyat qarasa taraqqiyot ketib berib, bu xalqlar sanoatlashga kirib ketgandan yana tashlab shaharga markazlashib ketganda, shuning bilan o'g'oqning ehtiyoji qolmadi. Kombayilishib ketdi. Tümüçinin qilaydigan cho't bilan o'g'oq yo'q shunday bir narsa qo'y bizning tümüçilerimizning masalanga. Endi men zodi bu tümüçilik ham o'g'oq yo cho'tni sotamedim, ham nima satsam bo'ladigan bu deb bu odam qalb deb Yevropani bir kuzatdi. Kuzatib Fransiya ko'chishdi men vaqtda dastlabki mashinaning hozirgi bizning 3 chaqiliq salonchi motorlarimizdek mashinalar ekan shu vaqtda. Oshni kirib bu men dal mushu narsani qilsam Yapondami ehtiyoj mushunga bakida kelib u bizning janublarda bor ha deb qo'ymiz. Qani uyga aqtirchi ig'irnas tegilmaydi. U vaqt kiron yo'q. Shuning uchun sharamat deb bir narsa bor. Unda-ku ichiga chiqib maga kelib, lo'q kutasi ko'tarilib chiqdi ustiga. Sharamatdan foydalanib u tümürchilik bilan bu mang'ishib urib yurib
qılalığan dairəni özü qılıb, qılamağını başqalarını görüşdürüb, şunca təşlaq, çox sərəngirək bir maşını yasab çıxırdı ki. Şu maşının modulu hazır şu tuyallıq bakı. Onundakin asta qilish harfisida bugungi kundagi Toyota shakllangan. Ama o Toyota'mı 10 mingdak shirkatninki yasalishidan pulidan o'tab bugungi qo'limizdagi Toyota kelgan. Bir Toyota shirkati emas, 10 ming shirkat puldan o'tadi uni. Lahaylashdan tortib birisi burumini yasaydigan gap, bir aynakni yasaydigan. Eng oxirida birlashtirsa Toyota bo'lib chiqadi. Banami shunda. Bu qandaqdir buyuk inson qilgan narsa ekan. Lekin buningki biz qila oladiganlarki, ashu bir tal xish, bir tal xishning ustiga bir tal xish, shundoq qo'yib kelsak, eng oxirida bino tutadi degan ruh bo'lish kerak. Dal shu nuqtani elib kelsak, biz cho'qim jamiyat xalq ichidan ma'lum bir o'zimizga xos ehtiyojni bayqay olamiz. Ehtiyoj bayqaldi. Endi bu ehtiyoj uchun bayaqtin degandek kapital lozim. Men necha vaqtdan otam cho'ng bir boy emas. Menga qoldirib qo'ygan puli yo'q. Men shu ehtiyojni bayqadim. Bu qanday qildi? Degan nuqtada sizning ehtiyojingizga ko'proq pul ketgan bo'lsa, masalan, ko'proq kapital talab qilayotgan bo'lsa, siz yeningizdagi qarindoshlaringizni shu kapitalga yordamlashadiganlarga so'zlab tushuntirib, ularni qoyil qiling. Öz ota-onangizdan chiqib ketdilar. Kapitalda bayaqtin yer bor. Yer yo'g'on yer setib olishga bo'lmasa, o'zingizning karvatning yendiki topsi deylar. Karvatga yotganini meni yig'ib shadib qilsangiz bo'ladi. Matsushita deymiz, dunyoga dangliq bir cho'ng korxona, hozirgi Panasonic. Markasini biladigansizlar? O Panasonicning so'ngsha deydi, xansuchilar. Bu Matsushitami yeyishnimiz yo'q bir kambag'al bola. 9 yaşdan başlap başqalarga ishlar velosiped eng og'izda mavo yomonlik chirog'ning dengtosi ashninga bir ehtiyojni bayqaykan u. Shu ehtiyojdan chiqib qilay desa yer yo'q. Uyiningki yerimini adalab shaga betal zavoddan qilay shu dengtoni chiqarganda shaga qurib o achisning yo'ldoshidan ikkisi birlash orqali dengtoni yasaydi. Yasab dengto yasagandan keyin qo'l chiroq yasaydi. Elektr. Onundan keyin radio, hozirgi yana shu ekranlar, biz ekranlar televizor yaptık. Hatta osmondan maqtan NASA'ningki nurg'un kichik zapchastlarga qadar bu yasab biz beshada turib shu bir kambag'al bolani shuncha ya'ni Matsushita Panasonicni ulgidek qildi. Demak, biz mushundaq qilsak bizga kapitalni qanday qilamiz deganda o'z kuchimizga yarasha bizning qilmoqchi bo'lgan ishimizga yarasha nuqtadan qilsak cho'qim bu jamiyatda shu xalqingizda atrofing'izdagi qarindoshlaringizdan cho'qim meningcha chiqadi deb o'ylayman. Endi kapitalmi chiqdi, e'tiqodmi tiklandi, sharoitni bayaqtaqidek biz jamiyatdan bayqagan vaqtda ciddi onun fursatni g'animat bilib ciddi qo'ltiqma saqlamaydi. Agar qo'ltiqmay turib qolib qolsangiz, nurg'un atrofingizdagi insonlar shu narsani istab o'tadi. Uni u sizdan burun qilib o'tib qolsa, siz yana qalag'i chiqsangiz boshqalar qilib qo'ygandek ko'rinib turib oladi. Men qilay deb tursam, qilyaptijmi, cho'qqa degandek ahvollar shakllanib qoladi. Shungalashqa Muşu üç taraflı tutqandan keyin iqtidor shakllanadi. Ham bu iqtidor deganimiz hamma odamda o'xshash bo'lmaydi. Lekin dunyoga inson ma'lum bir sababdan keldi. Cho'qim lozimi bo'lib keldi. Shu o'zida bor iqtidorni ishlatib turish kerak. O'zi qilmoqchi bo'lgan u ehtiyojga iqtidori yetmasa, iqtidori borni taklif qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'zi qilish jarayonida asta-asta o'rgansa bo'ladi. Qisqasi Aşu jafoni yengish qilish shu sharaf deb bilgan vazifani o'rinlash jarayonida iqtidormi asta shakllanib keladi. Demak, gap so'zimizning hammasini yig'inchoqlab o'tkasak, eng oxirgi birinchi omil iqtidor, ruh hammadan muhim. Endi yo'ldoshlar, qitni kessak bo'ladi. Doirada boshlabni kessak bo'ladi. Ming so'zlasakmi, ming qilsakmi, dünyada ma'ning kayfi var. Ma'ningmi kayfi var. Yo'qmi? Ammo egilikning kayfi varmi? Faqat va faqat egilikning kayfi
ana shu xalq ichidagi jafoni tatib berish, qiyinchilikni yengib berishning o'zi siz va men bilmagan ma'lum bir kuni kichiklikdan zo'yirib büyük bir shirkat bo'lib qolishingiz mumkin. Demakchi o'g'limni yig'inchoqlab olib kelsak, men bu yerda ma'lum bir sonlar bilan qo'l qarashaydi. Bu yerga ma'lum bir sonlar chiqding hozir. Qo'l qarashay deb chiqsam, men yonpunimni aqtirib, hozirgi davr uchur davri. Hozirgi 21-asr. Uy, qanday qilishim kerak deb so'zlayvaganga, kuch qo'lda bunda agib uni tortmasa, bu qo'lni magi yengil olmaydi. Shundaqmi ya? Demak, nima demoqchi bo'lganda, e'tiqodni bizda qalbimizda qilib, bayotin degandagi qalbimizdagi ashundaq tortinish masalanga, kamsitish, shundaqning hammasini biz yuyib tashlab, faqat va faqat qalbimizni sap xalq uchun, inson uchun, jamiyat uchun, dunyo uchun yaxshi ish qiladigan, mehribonlik qiladigan eng oliy g'oyani qalbimizga tangan vaqtimizdalar biz shu ishni shu kunisi qilgandan boshlabla asta-asta egilik chiqdi. Demak, men gap so'zlarimni yig'inchoqlab, o'zimning bugungi bu so'rinda sizlarga leksiya so'zlashdiki, men bir qator nazariyaviy xarakterlikda so'zlasammi, hamda amaliyotning o'zimning jarayonini kichkina so'zlab turishni to'g'ri ko'rdim. Men otam va opamga mushu so'rindan foydalanib cho'nqur rahmat aytaman. Bu nima demakchi deganda, mening otam qo'lini arvan. Bizning uyda bovularimizdan tortib maq tikadigan, juvi tikadigan, shunday hunarvan oilasida maydonga kelgan. Demak, bu hunar, bu ishlar bo'lsa, hammamizda bor janub tarafda dehqonchilik va boshqa qo'y boqadigan shu hamma ishlar bizda bor. Endi mening otam meni kichik vaqtimdan tortib, zoti aqlimni bilgandan tortib hozirgacha jafoga sevotdi. Ishlatib keldi. Bir aytsinki, qunuqni o'g'il chiqsimi, meni yo'talab ashaga chiqib, men kichik o'g'il yasab berib, ashni o'g'izdi. Bir mo'lchak binaslarimda chanab yumshatadigan ish bo'lsa, katmandan kichik bir katman yasab berdi. Uni achiqib qildi. U odam o'zi qo'li hunarvan bo'lganligi uchun, jafoning qadrini bilganligi uchun, o'zi zerikib ketmaslik uchunmi? Yoki maqsadlikmi bilmayman, davomli qanday ish qilsa, meni achiqdi. Etiqqa su qo'ymoqchi bo'lsa, tug'ini seni etib qo'y dedi. Men otamning buyrug'iga varis bo'lish yuzidan u ishlarni qilib keldim. Demak, mushundaq aloyiligim bo'lganligi uchun menda qandaqdir bir emgakni suyadigan. Hargiz mehnat bir ish bo'lsa, men hozir shundalik kirib, yuzurib chiqaman. Chunki u mehnatdan chiqib bir faqat yuyinavasingizlar deydi. Maqsad bu mehnatni menmi kirmasam, sizmi kirmasangiz, yana birisimi kirmasa, mehnat betida ishada turib qoladi. Shunday amaliyotda. Demak, shu ruhini menga otam ishlatib meni keldi. Hamda o'ylab o'taman, nihoyat rahmatimni bildiryapman. U vaqtda men kichik bo'lsam, men nima shunday ishlar qiladigan-da, unda qiladigan-da. Lekin kichikimdan shu raqobat tuyg'usi menda kuchli bo'lg'achqa, nihoyat tirishib hozirgacha keldim. Hamda 15 yoshimda Aqsu Darul Muallimga berib, 18 yoshimda Uzamdimatlik 16-17 yoshli bolalarga ma'lum bo'lib qoldim. Ma'lumlik sahnasiga chiqqandan keyin maktabning yoki tuzumli bayotin degandekdak bizning ba'zi bir maktabdagi yig'in har qaysi qilgan vaqtda do'zaga jalaq urib ketadigan vaqtlar chiqadi. Yeyotgan neningizdan ajrab ketasiz degan bir eg'iz gap menga ta'sir qilgan. Shu kunlarda bir kunisi etisqa chiqib, otamga yordamlashman. Yomg'irdan keyin ma'lum qir ustida qora chimillarning o'zining ugasini tuzash faoliyati ko'zimga kirib qoldi. Shundoq ingichkilik bilan qarasam, bu chimillar shundoq harakatchan, shundoq qo'shaq, shundoq faoliyatlar. Men o'ylanib qoldim. Men hozir buni shundoqli dasib olsam, mijlib ketadimi shuncha narsalar. Lekin men sadi nemish qila olmayman. Ma'lumlik qiladiganman, agar shu jo'zidan og'irlik ketib qolsam, men zodi haqiqatan yeyotgan nenimdan umrvoyat, hatto o'lib qolganda muboyatni degandek bir necha oylik keladigan bu nondan og'irlib ketsam, bu nima degan gap bu? Men mushundoq hamoqatmi deb o'zimda bilimning, o'zimda iqtidorning ojizligini his qilib, to'xtam, men mo nondan og'irlib ketib qolsam, yana bir noyat maydonni kirib tug'dak bir hunar o'rganmasam bo'lmaydi ekan deb, men otamning tumoqchilik hunariga kirdim. 2 yilda to'liq besib turib, masalan, ishdan sir tumoq tikdim. Eng oxirida tumoqchilik hunariga kirgandan keyin men xizmatdan ayrilib chiqish
dunyoga qayta tirishish yo'liga qadam tashlab qildim. Shuning bilan Urumchiga kelay. Avval Urumchiga kelsam, hech bir ish qilmasam, tomoq tiksam bu jon boqaman degan yerdan Urumchiga kelib, mening ko'zam dunyoga tiklanib qoldi. Bu jarayonda menga bir ta'sir qilgan shundan bir gap qilib qoldi. Men o'zimning ba'zi bir jihatdagi ruhiy jihatdagi o'zimningki ba'zi siqindiliklar tufaylidan chet elga chiqib ketishni o'yladim. Bumi boyaqdan bizning deb kelgan misollarning ichida bir omil hozir bizning xalqimizda. Amalba chet elga chiqib ketish. Mana men chet elni ko'rdim. Chet elmi shunday yaka. Mushning orasida bir qancha chet elda o'qib kelgan al og'ayinlarimiz, qarindoshlarimiz bor. Chet elmi yaga o'xshaydi ekan. Mushundaqka. Bir yerda turib chet elga chiqib ketish. Ehtiyoj yo'q yaga ingliz tili o'rganib ketish masalanga. Hozir nurg'un kurslarda necha ming odamlar o'zining qalbini xo'sh qilib ingliz tili o'rganib ketib boradi. Amaliyotda ularga ingliz tili ehtiyojmi yoki jamiyatda boshqa bir kasb ehtiyojmi? Uni o'rganib chiqqandan keyin u shu ishga kiramay qolib qolsa, u baribir unutib ketib qoladi. Oxirida ziyon tortib qoladi. Shuning uchun unda ziyonsiz yo'llarga emas, haqiqiy unumli ehtiyojli yo'lga qadam tashlab qilishning muhimligini his qildim. Demak, shu vaqtda bir qarindoshimiz menga ta'sir qiladigan bir og'iz so'z debdi. Chet elga chiqib ketaysam, nemishga chiqib ketasiz? Nim bo'ldi desam, shu bir yaxshiroq bo'ladi desam, bundan chiqib ketsangiz, ya kiramaysiz, uxlamaysiz, bunda ingliz tili bilamsiz dedi. Yo'q desam, arabcha bilamsiz dedi. Ammo Saudiya Arabistonga chiqib ketay deb o'ylagancha. Bilamsiz degandan keyin yo'q desam, bizning kalpinda bir ruhiy kasal bor. Falanini tunimsiz deb shu ruhiy kasalning ismini oldida. Yo'q desam, shu Uyg'urchani bilamdi deydi. Ha desam,